57 mingga Rudaya ko'chasidan Palatsani 3 xonali kvartirani sotuvga chiqqan. Hozir prixojat turibmiz bizlar. Bu tomonda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, shitlar yevromontaj qilingan. Ana endi bitta xonalarni ko'rib chiqamiz. Kvartiramizda duo konturni qachon o'rnatilgan, sovuq pollar qilingan do'stlar. Mana bu xonamiz bizlarda mehmonxona bo'lyapti. Ko'rayotgan hamma mebel jihozlaringiz qoladi. Kvartiramizning kadastri bor, bir kunning ichida aholini qilib olishingiz mumkin. Bu yer esa bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasida ham ko'rishlaringizdek hamma mebel jihozlari bor. Mana bu yer esa bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kvartiramiz nimasi menga ma'qul bo'ldi? Razdelni sanuzel tushgan, ajin bo'lgan va mana bu yerda bizlarda kattagina oshxona, o'tirib nonushta qilish uchun joy, kladovaya joylashgan va mana bu yerda bizlarda kuxona garnitura, gazli plita, vытяжка, холодильник, hamma kerakli jihozlar o'rnatilgan do'stlar. Mana bu bizlarda birinchi sanuzel bo'lyapti. Bu yerda ham stиральная mashinka va rakvina o'rnatilgan. Bu yer esa ikkinchi sanuzel, rakvina va vannaya joylashgan do'stlar. Agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda opsiyada bo'ladi, videoni tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin.